motorchi bir ishlab bir ishlamayapsizmi? Ha, ishlamay qoldi hozir. Motorchi ishi bor, keyin mexanizm orqa ma'lum. Qanday mana suv o'tadigan olib ketyapti. Ha. Sog'mi? Bergan planka singan. Buni hisobiga ichkariga chakka o'tkazib yubormaydimi? Agar orqaroqda yoki oldinroqda o'tib ketsa, O'tib ketib qoladi. Magnum tarafini qilganmisiz yo o'zi bu qilingan ekanmi? Buni qildingiz-da. Boshqa planka olmasdan o'zini xullas vastarayib bosdi-ya. Yaxshi. Oke, ana bor narsani o'zida chiqarish ham bir mahorat-da. Oke, yengisini olib keling, qo'yib beramiz deb ham ishni bitkazib borsangiz bo'ladi o'zi pasli, to'g'rimi? O'zini ham qilsangiz, qanday arzonroq ham aylanadi, talon pulli lukka har bitta detaliniga qimmat turadi, oke? Motorchiki ham, boshqasi ham hammasi qimmat turadi. Kesinglar, lukda muammo o'zi bilan chakka o'tgan ekan, oldlariga qarang. Xullas, lukda muammo bo'lsa, nobog'da kesinglar, chiroyli bartaraf etib beramiz. Eskidan aytganman, noldan luk qo'ymaymiz, lekin o'zida bor luk bo'lsa, yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, suv o'tib ketayotgan bo'lsa, boshqa qilsa, motorchik plankalar ishlamayotgan bo'lsa, kesinglar, chiroyli qilib bartaraf etib beramiz.